qara liqillab ketyapti, men yiqilib tushmaydi. Bugun parda yuvish menga qimmatga tushdi. Uyimizning to'polon chindasidan pardani zashitkalar shunaqa ahvolga kelib qolgandi. Har tugur o'g'lim qo'ya qoling ona, yiqilib tushmay, o'zim yechib, o'zim osib beraman pardalar deb qoldi. Bu dog'larni oddiy parashok bilan ketkiza olmasligimga ko'zim yetib, Bavi professional kir yuvish gelidan foydalandim. Ispaniya mahsuloti bo'lgan bu kir yuvish geli naqd 56 marta kir yuvishga yetadi. Pardalaringizni yechib berdim-u, 6 minutda tayyor bo'ladigan tuzlangan bodringizdan qilib bering deb qoldi o'g'lim. Gap bu odamida aytdimi, bu bola nechun mehribon bo'lib qoldi deb. Bu safargisini retseptini sizlar uchun ham oldim. Bodringlarni yuvib pari qilib to'rab olamiz, bitta piyozni pari qilib to'raymiz. Qolgan barcha ziravorlar ketma-ketligini video ostida qoldiraman. Yaxshilab aralashtirib 3 minutga mikrovolnovkaga jo'natamiz. 3 minutdan keyin olib yaxshilab bitta aralashtirib, yana 3 minutga jo'natamiz. 3 minutdan keyin shisha bankaga joylab, 2-3 soatga xolodilnikda unutib qoldiramiz. Orada chaqqon kelinim yuvib bergan kirlarni osib olishga ham ulgurdik. Natijasiga o'zingizlar baho beringlar. To'xtab turing, xal salatga baho bermadingiz. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga bitta like bosib qo'yarsiz.